Ha qo'shni, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sizmisiz? Rahmat. Nima qildi? Nega kayfiyatingiz yo'q? Shu o'g'lim bir mashina olmoqchi edi. Yo, bismillah. Keling aka. Ha, ukam yaxshimisan? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Xudoga o'zing yaxshimisan? Bolalaring yaxshimi? Rahmat, Yaxshi o'tiribsizlar. Xudoga shukr, rahmat. Shu sen oldinga bir iltimos bilan kelib. Hop. Jiyaning yaxshi niyat qilib mashina olmoqchi. Zo'r-ku. Shunga ozgina yetishmovchilik bo'lib turuvdi. Imkoni bo'lsa, kimga berib tursang, o'zim sekin-sekin qilib beraman. Bo'ldi aka. Bersam o'zimni akamga, jigarimga beraman-da. Endi aka bilasiz, odamlarning hojatini chiqarib pul berib, ozgina ustidan shu foyda qilib o'tiraman. Tirikchiligim shu. Endi sizga pul beraman, faqat notariusga borib shartnoma qilib qo'ysangiz. O'zi eshitdim. Foizga pul berishing ost ekanda. Bekor keldim. Shunga ham siqilib yuribsizmi aka? Necha yilga qo'shni bo'lsa, men o'zim berib turaman. Imkoningizga qarab sekin o'zimga qilib beraverasiz. Qo'shni, boringizga shukr. Rahmat. Sog' bo'ling. Siqilmang, chiqinglar. Ey Alloh. Yaxshi ham ukamni olmagan ekan. Uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shning yaqin deyishgan to'g'ri ekan.